Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Tayyibə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugün balağat dərsimizin 15-ci dərsini oxuyumuz. Biz ilgirki saatlik dərsimizdə Almul Bayanның ikinci temisi bolğan məcaz haqqı toxtalğan. Biz bugün şunun davamını oxuyumuz. Biz məcazdın çoğ cəhətini neçə türgə bölgən? 2 türgə bölgən. Birisi məcaz aqli, yana birisi məcaz lug'avi. Biz məcaz lug'avini 4 türgə bölgən. Birisi murakkab, İkincisi mufrad, üçüncüsü istiara, dördüncüsü mursal. Biz mursalın nima ekanligini o'qib bo'lgan. Shundaq-ku, bu o'z o'rnida ishlatilmagan bir so'z, ammo buning aloqasi tashbih emas, o'xshatish emas degan. Unda bo'lsa nima buning aloqasi? Biz bugun buning aloqasi bilan tanishib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Al-majazul mursal, mursal bo'lgan majaz deganimiz hiya majazun alaqatuhu g'ayrul mushabaha. Müşabaha. O öz o'rnida ishlatilmagan bir so'z, ammo uning aloqasi, ya'ni öz o'rnida ishlatilmasligining bir sababi tashbih o'xshash emas. Endi aloqalar, ya'ni munosabatlar buning sabablari ko'p. Uning qatoridan birinchisi sababiyya. Sabab bo'lganlik uchun. Masalan, buning misollaridan azumat yadu fulanun indi desam, azumat yadu fulanun indi. Palanının qulu mening qashimda büyük bo'ldi desam, bu nim degan gap desanglar, bu palanın manqilgan yaxshilik ko'p bo'ldi degan gap. Endi nima uchun bu yerda yedu degan so'z ishlatildi? Bu yedu degan gapninki boshqa ma'nosi bor deb, o'z o'rnida ishlatilmabdi desa, majaz mursal uchun ishlatildi. Chunki bu yerda yedu degan gap ni'matuhu allati sababuha al-yad demakchi. Ya'ni ashunun quli sabab bo'lgan yaxshiliklar demakchi. Demak, bu aloqasi nima? Sabab. İkincisi musabbabiyya, peyda qılğuchi. Peyda qılğuchi, ya'ni sabab bo'lg'uchi yoki. Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va yunazzilu lakum minas-sama'i rizqa" dedi. Alloh sizlarga osmondan rizq tushirib beradi dedi. Alloh taolo osmondan bizga oshdan tushirib beradi? Yo'q. Nima maqsad qilmoqchi bu yerda rizqdan? Matar, yomg'ir maqsad qilmoqchi. Yomg'ir degan rizqma, yomg'ir degan rizqqa sabab bo'lg'uchi. Ya'ni yomg'ir yog'sa, o'simlik unidi, shundan keyin bizning rizqimiz paydo bo'lgan bo'ladi. Demek ki oğan ayının mezmunu şu. Demek rizq bu yerda mecaz mursal. Bunun sebebi alaqısı nima desek? Alaqısı mataran yetesebbebu anhu rizq. Rizq peyda bulduğun yağmur. Rizq peyda bulduğun yağmur. Demek mecaz keltirgen sözünki bu yerdeki alaqısı sebebi, musabbabiyye. Üçüncüsü cüz'iyye. Yani cüz'ini keltirib, nimani maqsad qilmoqchi? Kulni maqsad qilmoqchi. Kullini, hammani maqsad qilmoqchi. Bir umum bir narsaning bir parchasini so'zlab, majaz keltirish orqali shu narsaning hammasini maqsad qilmoqchi. Masalan, arsaltul uyuna litatallu'a ala ahval adu. Ko'zlarni dushmanning ahvolini kuzatgili avatdim desam, köz desem, köz ne evet kullanımda ne demekçe? Casus demekçe. Bu köz degen şu casusun nemesi oldu? Bir parçası oldu. Casus küzülen qarab közledi. Şundaq o. Demek bu yerda bir parçasını sözleş arqılıq, parçasını sözləb məcaz keltirish arqılıq nimani maqsad qilamiz? Kulni maqsad qilamiz. Demek bu yerdagi o'yinninki o'z o'rnida ishlatilmasligining sababi nima? Juz'iyya. Asli ishlatish tegishli gapning nimasi bo'lganligi uchun? Bir parchasi bo'lganligi uchun. Endi kul hammani so'zlab bir juzni maqsad qilish. Kulli shaklda bir narsani so'zlaymiz, ammo maqsad qilganimiz uning hammasi emas. Hammasini qilish mumkin emas. Masalan, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ular barmoqlarini quloqlariga tiqidi deydi. Odam barmoqning quloqiga tiqalamda, patamda quloqiga patmaydi. Demak, bu yerda barmoq deb hammani so'zlash orqali nimani maqsad qilmoqchi? Juzni. Quloqqa patadigan yangilan maqsad qilmoqchi. Ya'ni shu bo'g'imlarni maqsad qilmoqchi. Uningkin i'tibori makan. Ilgir bo'g'anlik e'tibor bo'yicha qanday qilamiz? Majaz mursalni qo'llanamiz. Masalan, va atul yatama amwalahum. Yetimlarga mollarini beringlar dedi Alloh taolo. Alloh taolo yetimlarga mollarini beringlar dedi. Bizning shariatda yetimga molni berib bo'lmaydi. Yetim yo'nab balaga yetmagan qadar molni berishga bo'lmaydi. Unda sumayni qanday tushunamiz? Ma ayetki deyilgeni yetim. İlgiri yetimdigi ular. Şu yetimlarga demekçi.
Demek i'tibar makan. İlgir boğanı turup itibar qap turup. İlgir boğan haltını itibar qap turup. Balağat kelken vaqtda qada qılınlar bir ona degan gap. Yani balağat kelkenlerge demekçi. İ'tibar ma yakun. Endi kim buladigan bir holatni itibar qap turup majaz mursal qo'llanadi. Masalan, inni arani a'siru khamra. Endi shuni bayon qilgan vaqtda Yusuf alayhisolamning qissasini nima dedi? Men jazman ko'dim o'zimni bir haraqni siqayotgan holatda ko'dim deydi. Bu haraqni siqib nima qiladi? Haraqni siqmasak ham bo'ldi. Nima siqamiz? Üzüm siqamiz. Üzüm siqsak ana haraq paydo bo'ldi. Demak, bu yerdagi xamr degan gap so'z majaz ishlatilgan bu yerda. Endi buni nima maqsad qilmoqchi? Keyin bo'ladigan, keyin üzümni siqqandan keyin paydo bo'ladigan narsani ekib qanday qildik? Ishlatdik. Kim paydo bo'lgan? Kim bo'ldiganlik holatini e'tibor qilib turib. Bizning uyg'ur tilimizning bobi. Masalan, xamiy yo'g'irdim deymiz. Xamiyni yo'g'irmaymiz. Xamiy bo'lishini yo'g'irmiz shunda ammo shu unni yo'g'irsak nima bo'ldi? Xamir bo'ladi. Demak, bu yerdagi kim bo'lgan holatini olib turib biz xamir yo'g'irdim deymiz. Bu yerda shuning uchun qo'llandi. Undan keyin mahalliya o'rin e'tibor qilib turib, masalan, qararal majlisu zalik. Meclis ashuni qaror qildi desam, bir meclis binasini qaror qilalamda, yo'q, meclis ahli demakchi. Shu meclisda bo'lgan kishilar demakchi. Demak, bu mahalliy o'rinni ishlatimiz nimani maqsad qilib, shu ya'niki o'rinda bo'lgan kishilarni maqsad qilish uchun. Bu bir majaz. Undan keyin halliya. Halliya. Ya'ni tushgan bir o'rnini maqsad qilib. Masalan, holatni mesela halliye tushgan o'rni. Masalan, fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ular Allohning rahmatida bo'ladi. Ulardan u yerdan mangu qolib qoluvchi desam, Allohning rahmatida bo'ladi. Nima maqsad qilmoqchi bu yerda rahmatdan? Bu majaz ishlatilgan jannat maqsad qilmoqchi. Chunki jannatda bo'lgan odam nima bo'ldi? Allohning rahmati bo'ldi. Yoki jannatda bo'lgan odamga Allohning rahmati qanday qiladi? Tushadi. Unda bo'lsa vaqtdoshlar bizning ilmul bayonninki ikkinchi temasi bo'lgan majaz va uning aloqador temalar shundan oyoqlashdi. Ilmul bayonninki oxirgi temasi bo'lgan kinoya haqida to'xtalamiz. Endi kinoya degan nima desanglar, kinoya deganimiz bunoyat oson. Ya'ni bir narsaninki asli ma'nosida emas yoki uning bayonidagidek majaz ma'nosida emas, asli ma'nosidan kelib chiqadigan bir lozimini maqsad qilish buning bo'ldi, kinoya bo'ldi. Qarab bakalım. Mesela ta'rifuhu hiya lafzun urida bihi lazim ma'nahu ma'a jawaz iradati zalikal ma'na deydi. O bir lafzulab maqsad qiladi shu lafzidan, o lafzining ma'nosidan kelib chiqadigan narsa. Shu ma'noni irada qilish to'g'rilashdan birga. Asli o'zining ma'nosini irada qilishmi, maqsad qilishmi to'g'ri bo'ladi. Ammo bu lafzning maqsad qilingani shu ma'nidan kelib chiqadigan lozimi. Mesela fulanun kafirur ramad desem, palani külni köp tüküdüğü adam desem ne degan gap bo'ladi. Amaliyotda külni köp tüküdüğü adam başında ama bunun haqiqiy mushadaki chiqqan naq ma'nosini zalikal ma'na degan shu hamda. O'sha o'zining ma'nosini mo irada qilishmi to'g'ri. Ammo maqsad u emas. U qaysi palani külni köp tüküdüğü degan maqsad uning uyiga odam jiq kirdi. Odam uyiga jiq kelgandan keyin tomoqni ko'patadi. Tomoqni ko'patgandan keyin kül jiq chiqdi. Shuning uchun kulni qanday qildi? Tükidi degan gap. Nim demakchi? Saxiy demakchi. Mehmondo'st demakchi. Demak, mana buning bo'ldi, kinoya bo'ldi. Asli demak, külni ko'p tükashni iborat mushu lafzdan kelib chiqadigan ma'noni qanday qildi? Maqsad qildi. Endi ta'rifga yana bir qarasanglar, hiya lafzun urida bihi lazim ma'nahu ma'a jawaz iradati zalikal ma'na. O bir lafzi maqsad qildi, u lafzi bilan uning ma'nosininki lozim degan gap, uning ma'nosidan kelib chiqadigan narsa maqsad qilinadi. Shu ma'noni maqsad qilish to'g'rilashlan birga. Mushuning ma'nosini maqsad qilish to'g'ri bo'ldi. Kulni ko'p tükidi desakmi to'g'ri bo'ldi shunda, ammo urida maqsad qilingani nima edi? Saxiy demakchi. Endi bu kinoya 3 turlik bo'ladi. Birinchisi kinayatun yakunul makniyun anhu fiha sifa. Endi onundan biz fulanun kafir rumad degan ma'bir kinoya jumladan nimadan kinoya oldik buni? Makniyun anhu degan gap, uningdan kinoyalangan degan gap. Nimadan kinoya oldik? Karim, saxiy degan gapdan kinoya oldik. Demak,
Bu kerim degan sifatmi yoki sifatlang'ichmi yoki bir odamga nisbat berilgan narsami desa sifat. Demak, mushu nuqtada turib kinoyani 3 turga bo'lamiz. Birinchisi, uningdan kinoyalangan narsa sifat bo'ladi. Xuddi baytaqi misaldagi o'xshash. Fulanun kathiruma desak, fulani kulni ko'p tukidi dedik. Bu jumladan biz kinoya qildik nimadan? Karim degan sifatdan. İkincisi, kinayatun yakunul makniyun anhu fiha nisbah. Hamda ikinci xil şekilde kinayeliş usuli onu biz sifatlamakchi emas, şu sifat o adamda bor, ama biz şu sifatni o adamga nisbat bermoqchi. Masalan, wal karamu tahta ridaih. Ulug'liq yoki saxiylik uningki narsa to'nining ostida. To'nining narsa ostida. Biz uning to'nining ostida bir saxiylik bor demoqchi emas, onun asli şekilde saxiylik bor deb saxiylikni uning qanaqa qilmoqchi biz nisbat bermoqchi. Demak, uning kinoyalangan söz, unaga nisbat berilgan söz. Sifatlamakchi emas, sifatlamakchi. İkisinin arasida azaq farq bor. Demak, saxiylik uningda bor, biz saxiylikni shunga qanaqa qilmoqchi, nisbat bermoqchi. Shunga tahta ridai, uning to'nining ostida demoqchi. Üçüncüsü, kinayatun yakunul makniyun anhu fiha mawsufan. Diqqat, bir xil kinoya bo'ladi makniyun anhu. Uningdan kinoya elingan söz uningda mavsuf bo'ladi. Makni olsa şu kinoya qilib ishlatilgan söz bo'ladi. Makniyun anhu olsa uningdan kinoya qilingan söz bo'ladi. Ya'ni kinoya qilinuvchi bo'ladi. Hamda üçüncüsü qaysi ekan? Kinoya qilinuvchi uningda mavsuf bo'ladi. Masalan, fasbir li hukmi robbika va la takun ka sohibil hut. Robbingning hukmiga sabr qilgin. Hut egasiga o'xshash bo'lma dedik. Hamda sohibil hutdan bo'lgan maqsad kim o? Yunus alayhisalomni maqsad qilmoqchi. Demak, kinoya ilingini kim o? Yunus alayhisalom. Yunus alayhisalom bu yerda sifatmi yoki mavsufmi? Mavsuf. Ya'ni sohibil hut deb sifatladik. Kimni? Yunus alayhisalomni. Demak, u mavsuf. Demak, makniyun anhu. Uningdan kinoya qilingani Yunus alayhisalom bu yerda mavsuf. Mushu nuqtada turib kinoyani 3 turga bo'ldik. Birinchisi makniyun anhu sifat olduğunu, xuddi Kerim'den falanın kathirumat ilingan o'xshagan. İkincisi, makniyun anhu unuga nisbat olduğunu, vel kerim tahta ridaihi degan o'xshagan. Üçüncüsü, hazır söz degan ununda makniyun anhu mavsuf bo'ldigini. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت